Tushunasizmi? Mana shunday gaplashsa bo'ladi. Ya'ni kimdandir so'rash kerak emas. Faqat Allohdan so'rayvering. So'raganda fikrlarini so'rang. Mana shu yerda nima qilsam ekan, menga yo'l ko'rsatdi Alloh taolo. Men bu to'g'rimi, noto'g'rimi? Agar to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, menga какой-то bir belgi ber. Qanaqa belgi desa, masalan, men nima qilaman men? Mana shu joyga borishim kerakmi, yo'qmi deymanda. Agar borishim kerak bo'lsa, hozir menga bir anchadan bir gaplashmagan bir sinfdoshim kimdir bir SMS yozib qolsin deyman. Agar o'sha SMS yozsa, demak men borishim kerak bo'ladi. Mana shunday vaziyatlar bo'ladi. Ikkilanib turasiz-ku, borsam bormasammi? Особенно ikkilangan paytda energiyangiz moshni olib qo'yadi. O'sha ikkilanish bor-ku, juda ham energiyani ko'p yeb qo'yadi. Meni energiyam ketish kerak emas, потому что meni energiyam bu baxt, bu boylik, bu sog'lik, bu hamma narsa bu energiya. Energiyangni yo'qotib qo'ydingmi, kerak emas narsaga ishlatib qo'ydingmi, bo'ldi, Alloh akbar. Bu yog'iga o'tirasan, kasal bo'lasan, puling yo'q, hech kimga kerak emassan, qadrsizsan. Nima uchun? Sababi energiyang yo'q. Energiyangiz bor bo'ldimi, sizga pul ham kelaveradi, boylik ham kelaveradi, muhabbat ham kelaveradi, baxt ham kelaveradi. Hamma narsa keladi. Bu energiyaga bog'liq. Dunyoda самая мощная valyuta bu energiya. Odamlar shuni bilmaydi. Energiyani g'iybatga keltirib qo'yasizlar. Energiyani kimnidir kechirmaslikka keltirib qo'yasizlar. Energiyani eringiz bilan shoshmay tur deb yillar davom etib ketadi. Qaynanaga qancha energiya keltirasiz, kelinga qancha energiya keltirasiz. O'sha energiyani siz aslida yaxshi tarafga keltirishingiz kerak. Mana shu narsani ko'pchilik bilmaydi.